Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda san'atkorlarning qaysi sport turlari bilan mashg'ul bo'lishi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Demak, kanalimizni kuzating. Munisa Rizayeva: biror sport turi bilan muntazam shug'ullanganman deb yolg'on gapirish niyatim yo'q. Ilgari bir muddat fitness va yoga bilan shug'ullanganman. 2-3 yildan buyon sport qo'shiqchi hayotida muhim ahamiyat kasb etishini tushunib yetdim. Sport nafaqat qomatni bir me'yorda saqlaydi, balki ovoz imkoniyatlarini ham kengaytiradi. Shuning uchun har kuni uyquga yotishdan avval albatta 1 soat trenajyor mashqlari bilan shug'ullanaman. Uyimizda buning uchun barcha sharoitlar bor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Larisa Moskalyova taekvondo bilan professional darajada shug'ullanib, qora belbog' sohibasi va ushbu sport turi bo'yicha murabbiy bo'lgan ekan. Mahmud Namozov: Surxondaryo yigitlarining aksariyati kurash bilan shug'ullanishidan xabaringiz bo'lsa kerak. Men ham bolaligimda do'stlarim bilan kurash tushardim. Bizga hech kim ustozlik qilmagan. Shunchaki otalarimizning kurash tushishiga havas qilib, bu sport turiga mehr qo'yganmiz. Maqtanishga yo'ymang-u, talabalik davrimda kurashda meni yengadigan mard topilmasdi. Afsuski, keyingi paytlarda kurash bilan shug'ullanishga fursat yetmaydi. Lekin do'stlarim bilan biror bayram yoki gap-gashtaklarda uchrashib qolsak, albatta kurash musobaqasini o'tkazamiz. Xonanda Manzura: sport san'atkorlarning hayotida muhim ahamiyatga ega. Yodingizda bo'lsa, ilgari ancha to'lishgan edim. Qomatimni yaxshilash uchun sport bilan shug'ullandim. Men uchun eng yaxshi sport turi ertalab och qoringa yugurish. Buni 3-4 yildan buyon kanda qilmayman. Ertalabki badan tarbiya nafaqat salomatlik, balki kun davomida kayfiyat yaxshi bo'lishi uchun ham muhim ahamiyatga ega. Firdavs: karate va taekvondo sport turlari bilan bir necha yil shug'ullanganman. Lekin mashg'ulot paytida biror jarohat olsam, anchagacha muxlislardan yashirinib yurishimga to'g'ri kelardi. Qiziquvchan har bir muxlisga jarohatning sababini tushuntirish oson emas-ku. Keyin suzish bilan shug'ullanishga qaror qildim. Bu yuqoridagilarga qaraganda ancha beozor sport turi hisoblanadi. Shahzoda Matjonova: men boshqa qizlarga o'xshab gimnastika, atletika va suzishga umuman qiziqmayman. Jon u dilim futbol. Bolaligimda ham o'g'il bolalar bilan birga futbol o'ynashni yoqtirardim. Hozir futbol o'ynamayman-u, lekin futbol o'yinlarining barchasini sevib tomosha qilaman. Bunyodkor va Barselona futbol jamoalarining ashaddiy ishqiboziman. Davron Ergashev: bolaligimda katta bo'lsang qaysi kasbni egallaysan deb savol berishsa, futbolchi bo'laman deb javob berardim. Afsuski, hamma orzular ham amalga oshavermas ekan. Lekin san'at yo'lini tanlaganimdan afsuslanmayman. Futbol bilan esa doimo shug'ullanaman. Hatto bir necha marta san'atkorlar o'rtasida sport musobaqalarini ham o'tkazganmiz. Abdurashid Yo'ldoshev: bo'sh vaqtlarimda ko'proq stol tennisi bilan shug'ullanaman. Bu sport turi chaqqonlik, sezgirlik talab qiladi va aqlni charxlaydi. Xonadonimizda stol tennisi bilan shug'ullanish uchun yetarlicha sharoit yaratilgan. Keyingi paytlarda farzandlarim ham bu sport turiga jiddiy qiziqishayotganligidan xursandman.
Anvar Sanayev. Eng yaxshi sport turi albatta futbol. Lekin futbol o'ynash uchun jamoa bo'lishi kerak. Do'stim Dilshod Rahmonov bilan bilyard o'ynashni ma'qul ko'ramiz. To'g'ri, uni serharakat sport turi deya olmayman-u, lekin aqlni yaxshigina charxlaydi. Merganlik mahoratini ham oshiradi. Ravshan Komilov. Men futbolni televizor qarshisida o'tirib tomosha qilishni, maydonchaga esa raketka olib borib, miriqib tennis o'ynashni yoqtiraman. Yosh ulg'aygan sari inson tashqi ko'rinishi va salomatligiga jiddiy e'tibor berarkan, erkaklarning azaliy muammosi semizlik. Menga ham xavf solmasligi uchun doimo trenajyor mashqlari bilan shug'ullanaman. Otabek Mutalxo'jayev. Sport sog'lik garovi deb bejizga aytishmaydi. Ayniqsa hamisha tetik va bardam yurish uchun sport san'atkorning hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun og'ir atletika va futbol sport turlari bilan shug'ullanaman. Yoz oylarida esa suzish mashg'ulotlariga ham qatnayman. Ayniqsa kechqurun poytaxt ko'chalari bo'ylab yugurish maroq bag'ishlaydi. Sababini bilmadim-u, kechki payt yolg'iz yurish menga yoqadi. Rashid Xoliqov. Mening eng sevimli sport turim bowling. Dam olish kunlari o'g'illarim bilan birga bowling zallariga borib, bu sport turi bilan shug'ullanishni ma'qul ko'ramiz. Nokamtarlik bo'lmasin-u, bowling bilan bir necha yildan buyon shug'ullanayotganligim uchun ancha chaqqon va mohir mergan bo'lib qolganman. Bir urinishda hamma bowling tayoqchalarini ag'darishim mumkin. Samandar Hamroqulov. Yugurish, voleybol va basketbol sport turlari yoqadi. Lekin ular bilan doimo shug'ullanaman deya olmayman. Ko'p vaqtim mashinada o'tgani uchun bo'sh vaqtlarimda piyoda yurishni yoqtiraman. Ba'zan do'stlarim bilan basketbol o'ynab ham turamiz. Rostini aytsam, o'quvchilik paytlarimda basketbol o'ynashda menga teng keladigan raqib topilmasdi. Afsuski, hozir bunday emas. Shirali ovoz sohibi Alisher Fayzning sevimli mashg'uloti. Xonanda Alisher Fayz ham sportda futbolni yoqtirar ekan. Hattoki uning eng sevimli mashg'ulotlaridan biri futbol to'plarini yig'ish ekan. Uning ofisida, uyida ham futbol to'plarini uchratish mumkin. Xonanda Otabek Muhammadzohid esa muz uchishni yoqtiradi. U poytaxtga borganimda albatta muzda chang'i uchishni yoqtiraman. Afsuski, Farg'onada bunday muz saroyi yo'q. Lekin agar imkoniyatim bo'lganda albatta qurdirardim, deya aytib o'tgan. Bundan tashqari, Otabek Muhammadzohid konki uchishni ham yoqtiradi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Kelasi dasturlarimizda vodiylarga eng ko'p aytiladigan san'atkorlar reytingi va boshlovchilar haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Dasturlarimizda kamchiliklar bor albatta. Buning uchun sizlardan uzr so'raymiz. Agarda dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. Doimo sog', salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.